Hazrati Abu Bakrdan Payg'ambarimiz alayhissalom so'radilar: ey do'stim, nimani yaxshi ko'rasiz? Ya Rasululloh, meni qalbim 3 ta narsani xohlaydi. 3 ta narsani yaxshi ko'radi. Al-julus bayna yadayk, huzuringizda o'tirishni yaxshi ko'raman. Sizning huzuringizda o'tirish menga huzur beradi. An-nazar ila wajhik, chehrangizga termulishni yaxshi ko'raman. Ko'zim faqat sizni ko'rsa deyman. Va infaqu mali fi sabilik, butun topgan molimni siz uchun sarf etishni yaxshi ko'raman. Oh, bu qalb boshqa narsani sig'dira olmaydi. Chunki Rasulullohga hamzamon bo'lgan bu do'st Rasulullohni yaxshi ko'rib, sevib, suyib, qalblariga boshqa narsa sig'madi. Shuning uchun Sarvari koinot lavittakhaztu khalilan lattakhaztu Abu Bakr khalilan, agar men do'st tanlaganimda Abu Bakrni o'zimga do'st qilib tanlagan bo'lardim dedilar.